Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Anchadan beri video chiqarmayapman va kommentlarni o'qib qoldim. Bitta aka komment qoldiribdilar. Har qanday kuchli inson ham tanqidiy fikrlardan so'ng qilmasam bo'larkan degan fikr o'tadi qalbidan, lekin siz to'xtamang, haqiqat ochiq bo'ladi debdilar. Rostdan ham anchadan beri video qo'ymadim. Shuning uchun ham kuzatuvchilar o'ylagan bo'lishi mumkin. Bu o'sha otamdan qolgan dalalar videosiga negativ komment ko'payib ketdi. Shunga video qo'ymayapti deb o'ylayotgan bo'lishlari mumkin. Qisman shunday bo'ldi ham. Rostdan ham ko'p negativ komment bo'lib ketdi. Lekin ular loyihani, umuman kanalni to'xtatib qo'yishga sabab bo'la olmaydi hech qachon. Bu hali ancha ishlaymiz, hali ko'p videolar chiqaramiz. Boshqa sabablarga ko'ra chiqara olmay qoldim, lekin negativ komment deganda mana ijobiy kommentlarni ham sanab o'tish kerak. Juda ham ijobiy kommentlar ham ko'p. Aynan kanalni rivojlantirib yuborgan video ham aynan shu bo'lgan. Lekin tan olaman, o'zimning xatolarim ham bor. Xato faktlar aytib qo'ygan bo'lishim mumkin, so'zlarni xato talaffuz qilib qo'ygan bo'lishim mumkin. Lekin buni tushuninglar, birinchi video. O'zim ham ancha ko'rib o'zimni o'zim tanqid qiladigan joylarim ham bor. Lekin hozir ishlayapmiz ustida. O'sha rejalagan ishlarim o'tib olgandan keyin, yaqinda yangilik bo'ladi, xudo xolasa. O'tib olgandan yaqinda yangilik bo'ladi. O'tib olgandan keyin buni bir kishi emas, ikki kishi davom ettirishni rejalab turibmiz. Sizlar bizdan uzoqlashmanglar, muhimi. Chunki mana ko'rib turibman, haqiqatan foydali tarafi bor ekan bunaqa videolar chiqarishda. Demak, biz to'xtashga haqqimiz yo'q. Vaqtinchalik to'xtab qoldik va bunga negativ kommentlar sababchi emas. Va bu komment qoldirgan Shuhrat akamizga kattakon rahmat.